Mavzu yuzasidan savollar bormi? Rahmat. Kun tartibidagi masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa, sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 13 fevraldagi yuqori iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini ta'minlash bo'yicha 2026-yilda ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektorda berilgan topshiriqlar to'g'risida shahar hokimining birinchi o'rinbosari Shohmirzayev Anvar Shohmirzayevning hisobotini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiyalar. Demak, bizni kun tartibidagi masala bo'yicha yig'ilish bo'lgan 13-fevral kuni. Bu fevralda demak Prezidentimiz boshchiligida yuqori iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini ta'minlash bo'yicha 2026-yildagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor bo'lib o'tdi va har bitta yo'nalish bo'yicha, har bitta soha bo'yicha aniq prognozlar, raqamlar belgilab berildi. Raqamlar belgilab berilganda ham qanaqa raqamlar? Hammasi o'sha yuqori o'sish, yuqori iqtisodiy rivojlanish belgilab beriladigan raqamlar belgilandi. Xuddi shunday raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, mamlakatimiz yalpi ichki mahsulot hajmini 7,7% ga o'sish, ya'ni o'sish ta'minlangan. Mana 147 milliarddan oshdi 2025 yakuni bo'yicha. Xuddi shunday 26-yilda ham 6,6% ga o'sish reja qilinyapti. Davlatimiz rahbari buni nutqlarda aytib o'tganda 167 milliard dollarga yetkazish rejasi geosiyosiy vaziyat va iqtisodiy tebranishlarni inobatga olgan holda shakllantirilgan ehtiyotkor prognoz deb e'tirof qildilar. Umuman yalpi ichki mahsulot bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, jahon amaliyotida ham o'sha yalpi ichki mahsulotning o'sishi qaysi darajasi ma'qul degan savol turadi. Birinchi mana 1dan to 2gacha bo'lgan foiz bu o'sish past hisoblanadi. 3dan 4% gacha o'ssa demak barqaror o'sish, 5dan 6% gacha yaxshi o'sish, 7dan 8 juda tez rivojlanish ko'rsatkichini beryapti. Demak O'zbekistonda 2025-yilgi ko'rsatkichi mana shu 7,7 mana shu demak oraliqda tushyapti. Undan yuqori o'sish, demak 10% dan yuqori o'sish bu iqtisodiyotda o'sha qizib ketish deyiladi. Demak o'z-o'zidan uzoq muddatli inflyatsiyani ham keltirib chiqarishi mumkin. Demak eng optimal nuqtadagi o'sish ko'rsatkichi 25-yilda qayd etildi. Shundan kelib chiqib, Zarafshon shahrini ham ko'rsatkichlariga to'xtaladigan bo'lsak, sanoat mahsulotlari 110% ga, qishloq xo'jalik demak 100,1% ga, qurilish hajmi 100,5% ga, xizmatlar hajmi 113,9% ga, chakana savdo aylanmasi 109,7% ga demak o'sish ko'rsatkichlari ta'minlandi. Bilasizlar, o'sish ko'rsatkichlari taqqoslama narxlarda hisob-kitob qilinadi. O'sha inflyatsiya miqdorlarini inobatga oldi. 2026-yil uchun Zarafshon shahri ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy prognozlari belgilab berildi. Demak, sanoat mahsulotlari 108% ga, qishloq xo'jalik mahsulotlari 104,2% ga, qurilish ishlari hajmi 107% ga, bozor xizmatlari hajmi 113,8% ga demak o'sish ko'rsatkichi belgilab berildi. Yig'ilishda strategik korxonalar samaradorligini va xarajatlarni qisqartirish masalalari ham atroflicha muhokama qilindi. Milliy investitsiya jamg'armasini boshqarishga jalb etilgan Franklin Templeton kompaniyasi tahliliga ko'ra,
korporativ madaniyatni kuchaytirish, logistika raqamlashtirish va energiya samaradorligida katta zaxiralar mavjudligi qayd etildi. 19 ta strategik korxona rahbarlariga xarid tizimi, logistika, raqamlashtirish va energiya samaradorligi bo'yicha keskin choralar ko'rib, tanlovni 10-15% ga qisqartirish vazifasi qo'yildi. Iqtisod qilish rejasi ishlab chiqarishni kamaytirish hisobidan emas, balki mahsulot narxini qisqartirish orqali ta'minlanishi shartligi belgilandi. Shuningdek, strategik korxonalarni yagona g'aznachilik axborot tizimi bilan qamrab olish, xaridlarni risk tahlil asosida toifalash orqali samarasiz xarajatlarga chek qo'yish muhimligi demak ta'kidlandi. Bu yerda demak tadbirkorlik subyektlariga targ'ibotni qilsak bo'ladi. Bundan keyin o'sha davlat xaridlarida o'sha tadbirkorlik subyektida umuman mahalliy ishlab chiqaruvchilarning qatnashishiga demak ustuvorlik beriladi. Mana shu dokladdan kelib chiqadigan bo'lsak, bilasiz, umuman iqtisodiyotda xarid amalga oshirilgan xaridlarning o'sha ko'rsatilgan tovar xizmatlarning qariyb yarmidan ko'pi demak davlat xaridlarini tashkil etyapti. Hozir O'zbekistonda juda katta bozor. Agar buni to'g'ri ma'noda anglasak, o'sha tadbirkorlikni asosiy rivojlantirish kuchi sifatida foydalansak bo'ladi. Umuman respublika sanoati kamida 805% o'sish bo'yicha tarmoqbay va hududbay rejalarini tasdiqlash, birinchi chorak yakunida aniqlangan muammolar va ularning yechimiga qarab rahbarlar faoliyatiga baho berish belgilandi. Investitsiyalarni jalb etish va loyihalarni samarali amalga oshirish bo'yicha yangi boshqaruv yondashuvlarini belgilash demak belgilab berildi. Joriy yil 50 milliard dollar xorijiy investitsiya olib kelish rejasi qo'yilgan yangi loyihalar birinchi navbatda yuqori qo'shilgan qiymat va eksportbop mahsulot ishlab chiqarishga, resurslardan samarali foydalanish hamda yuqori daromadli ish o'rinlari yaratishga xizmat qilish zarurligi ta'kidlandi. Zarafshon shahrida yil yakuni bilan 15,4 million dollarlik 56 ta loyiha ishga tushirilishi hisobiga 584 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Jumladan 2025 yil yakunida qiymati 17,8 million dollarlik 56 investitsiya loyihalar to'liq ishga tushirish natijasida 519 ta yangi ish o'rinlari yaratish erishildi. Shuningdek, qo'shimcha ishga tushirilgan qiymati 22 milliard so'mlik 2 ta investitsiya loyihalari to'liq ishga tushirilishi natijasida 68 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shaharda 2025 yilda 50 million dollar demak reja belgilangandi. Bu reja ko'rsatkichimiz 51 million dollarga yoki 103% ga bajarildi. Xuddi shuningdek 2025 yil uchun 5,1 million dollarlik eksport rejasi belgilangan edi. 6 ta korxona tomonidan 7,4 million dollarlik mahsulotlar eksport qilindi. 145% ga reja ko'rsatkichi bajarildi. Shaharda 2026 yil uchun hududiy investitsiya dasturi doirasida demak 23 million dollarlik 53 ta loyihalar ishga tushirilishi hisobiga 500 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilandi. 2026 yilda 62 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish rejasi, xuddi shuningdek 3,8 million dollarlik eksport rejasi belgilandi. Zarafshon shahrida import o'rnini bosuvchi loyihani amalga oshirish, mahallashtirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirish, sanoat sohasi umumiy qiymati 115 milliard so'mga yaqin 5 ta mahallashtirish loyihalarini demak amalga oshirish belgilandi. yil 13 fevraldagi videoselektor yig'ilishida berilgan ustuvor vazifalar mamlakatimizda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, investitsiya oshirish qaratilgan berilgan topshiriqni o'z vaqtida bajarish uchun Zarafshon shahrida barcha imkoniyatlar yetarli, faqat o'sha belgilangan reja ko'rsatkichlar doirasida hamma zaxiralarni ishga solishga demak barcha mas'ullar bilan birgalikda tashkil qilamiz. Hisobotim tugadi. Savollar bo'lsa